Barchaga assalomu alaykum. Siz Zafar Olashamiz podkastidasiz. Bu yerda sog'liq, ilm va hayot sifatini yaxshilash uchun sodda va tushunarli suhbatlar olib boramiz. Bugungi mavzuyimiz esa ayniqsa dolzarb. Fasllar o'zgargani sayin virusli kasalliklar ko'payadi va immunitetimiz tom ma'noda sinovdan o'tadi. Bu yerda esa aksariyat hollarda dorilar noto'g'ri qo'llanayotgan holatlar ham mavjud. Aynan shu mavzuni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzularni mutaxassis nigohi bilan ochib berish uchun studiyamizga Family Doctors Ems bosh shifokori, tibbiyot fanlari doktori Muhayyo Ubayevani taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Muhayyo Ubayev, bugungi kundagi eng ko'p murojaatlar aynan qaysi kasalliklar bilan bo'lyapti, qaysi shikoyatlar bilan bemorlar aksariyat hollarda qabulingizga yozilishyapti? Shaxsan o'zimga ko'proq shu jigar xastaligi bo'yicha yo bo'lmasa qandaydir virusli kasalliklar bo'yicha murojaat qilishyapti. Ayniqsa oxirgi paytda murojaat qilganlar orasida mana shu Coviddan keyin juda ham semirib ketdi va semirib ketganim natijasida men o'zimni og'riq sezyapman, qon bosim tez oshib ketyapti, qornimda o'sha dam bo'lyapti, lohas bo'laman deb murojaat qilishadi va aksariyat paytlarda ularda hech qanday viruslar bo'lmasligi mumkin, lekin fermentlari yuqori bo'ladi, lohas bo'ladi, o'sha ko'ngil aynash bo'ladi va ularning qon tahlillarini ko'rganimizda ko'pincha biz ularda juda ham yurak sistemasi, ya'ni xolesterin, triglitserin qonda oshib ketganligini va AST yuqorilarini, ya'ni ferment ko'rsatkichlarini yuqorini ko'rishimiz mumkin va shunday paytlar bo'ladiki, ayrim holatlarda ularda qonni quyuqlashish ham ko'p ko'ryapmiz, lekin o'zligiga umuman ahamiyat bermaydi, shu boshim og'riyapti deydi. Oila davomida faqat shu boshi og'rig'ini to'xtatadigan dorilar bilan vaqtinchalik, bu albatta vaqtinchalik, o'sha vaqtinchalik bo'lsa ham doimiy ravishda o'sha dorini qabul qilishadi, nafaqat kun, oylar davomida va murojaat qilishadi. Bu esa afsus, nafaqat o'sha qonini quyuqlashi, lekin har bitta o'sha og'riqni qoldiradigan dorilar ham katta asorat beradi. Asorat o'sha jigarga beradi, umumiy organizmga nojo'ya ta'sir qiladi. Ayrim holatlarda juda ham kech murojaat qilganlar ham uchrab turibdi. Hozir yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Covid birinchi e'lon qilingan paytda vahima, qo'rquv hammani qoplab olgan payt edi. Odam nima qilishini bilmay qoldi. Nima qilsa to'g'ri bo'lishini bilmay qoldi-da. Birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, 4-5 ta to'lqingacha-ku odamlar sal ehtiyotkor bo'ldi. Keyinchalik odat tusiga kirib ketdi bu narsa, ahamiyat ham berilmay qo'ydi. Hozir o'zi aytib bo'lmaydi-da, bizdan Covid chiqib ketdi yoki u umuman virus yo'q deb, lekin odamlar ancha muncha tekshiruvdan ham sustlashib qoldi, tekshirtirmay qo'ydi. O'sha 20-yil bo'lgan Covidni haligacha xavf-xatari bormi bizda? Agar bo'lsa, oradan shuncha yil o'tdi, bizda aniq yechim ishlanma asosida o'ylab topilgan davolanish protsessi
tuzilmasi yo'lga qo'yildimi? Bilasizmi, mana Xudo xohlasa 6 yil bo'ladi. 6 yil bo'ladi. 6 yil bu katta srok. Katta srok deb o'ylayman. Haqiqatdan ham 20-yil endi boshlaganimizda bizda haqiqatdan aniq bitta davolash haligi yo'limizda yo'q edi. Birinchi boshlaganimizda ham shunaqa nima bo'ladi, qanaqa kechadi, haligi birinchi kasaldan boshlab to o'sha yilni tugatib 21-yilgacha ham, lekin уже ancha dori chiqqan, mana virusga qarshi dorilar, ular effektini ko'rdik. Endi mana hozirgacha ularni asorati bormi? Ayrim kelayotgan bemorlarning orasida o'sha og'ir bo'lib, uzoq vaqt gormon olganligi, mana suyak mushak sistemalarida o'zgarishlar bo'ladi. Qanchalar osteoporoz deyilyapti, mana ularni ko'ryapmiz. Ulardan tashqari o'sha yurak sistemalarida qanaqa asoratlar ko'rsatayotgan, uni ham ko'ryapmiz. Va yana bitta narsa aytish kerak, biz o'sha paytda qonni ivishiga, koagulogrammaga va undan tashqari shamollash prosesslari, S reaktivniy belok deyiladi, o'shanaqalarga juda katta ahamiyat berganmiz va dodimer deyilgan ko'rsatkich bordi. Aynan shu qon tomirida trombning ko'rsatkichi. Mana shu oxirgi paytlarda negadir ko'pchilik buni yana xayoldan ko'tarildi. Shunday hodisalar ham bo'ldiki, o'sha dodimer ko'rilmagan, tromb bo'lgan va u hayotda tajribada mikroinsult o'tkazganini ko'rdik. Infarkt bir xil mana o'tkazdim dedi, uni ham. Bularni albatta kardiologlar juda ham yaxshi bilishadi. Birinchi navbatda o'sha qondagi tomirda tromb bo'ladi, dodimer albatta tekshirib turish kerak. Ko'pchilik mana shu ayniqsa yosh sal kattaroq bo'lganlar, yosh katta o'ziga albatta ahamiyat berish kerak. Bu virus o'tib ketdi. Oramizda hozir bilasizmi, bu men o'sha doktorlik himoyasini qilayotganimda aynan meni temamda o'sha rotavirus, adenovirus, astrovirus, noroviruslar edi va o'shanda koronavirus ham olamiz deb aytdik. Koronavirus unda bunchalik xavfli bo'ladigan emas. Aynan shu diareyada, bolalarda diareya kechishi bo'yicha olinayotgan edi, lekin shuni qoldirgan edik. Bu demoqchimanki, bu virus u ancha yillardan biri, o'sha 80-yillardan bir pik bo'lgan, ozgina bo'lgan, lekin bunchalik 20-yillardagi bo'lmagan. Har bitta organizmda virus tushgandan keyin uni yengil o'tishiga qaramasdan ayrim holatlarda asoratlari jiddiy bo'lishi mumkin. O'shuning uchun men bir necha bor aytaman, eng kerakligi check-up degan, ya'ni tekshiruv, oddiygina tekshiruv, bir yilda bir marta, hatto bo'lmaganda 2 marta, bo'lmaganda 1 marta albatta tekshiruvdan o'tish kerak. Ayniqsa o'sha yoshi kattaroq, ya'ni 50 dan oshgan, 60 dan oshgan, 70 dan oshgan, 80 dan oshgan albatta tekshirish kerak. Chunki har bitta kasal o'zini asoratini qoldiradi. Nafaqat o'sha koronavirus, balkim oddiygina shamollash ham shunday asoratlar qoldirishi mumkin. Mana hozir qishki sezoni, qishda to'g'ri qanaqadir mana oldingi yil 25-yil oktyabr oyida ham juda ham bizga ko'p murojaat qildi. Bolalar orasida avvalambor shamollash juda ham kuchayib ketdi. Shunaqa kuchayib ketdi. O'zimizdan qarindosh urug'da ham shamollamagan odamlar qolmadi. Navaramdan tortib o'zimizgacha hamma shamollab chiqdi. Biror bitta uy yo'qki, buni chetlab o'tmagan. O'shuning uchun mana o'tdi, lekin Xudoga shukr deyishimiz kerak. Unaqa 20-yildagi unaqa og'ir bo'ldi, lekin unchalik og'ir emas, lekin asorati bor.
asoratlar kimgadir mana aytyapti halizgacha ozgina allergiya bo'lyapman, nafasim siqyapti, astmoidniy komponent bo'lib qoldi, kimgadir ozgina sahrim ko'tarildi, kimdadir davleniyam ko'tarilyapti deyapti. Ya'ni albatta yoshlarda kompensatorniy funksiya, ya'ni o'zini o'zi tiklash funksiyasi juda ham tez bo'lsa, yosh o'tgandan keyin bu kompensatorniy funksiya asta-sekinlik bilan kamayib boradi. Faqat bizni o'zimizdan ehtiyot qilib, o'sha yosh o'tgandan keyin faqat o'ziga e'tibor berib, o'sha kerakli muolajalarni olib, o'z vaqtida dam olib, dorilarni ichib tursagina orqaga qaytib yana o'z sog'lig'ini tiklash mumkin. Hozir shamollash dedingiz, ko'p e'tibor beraman-da, bizda aholi o'rtasida shamollashmi, grippmi, u virusli infeksiyani har qanday turini bir xil metodda, bir xil dorilar bilan davolash urfga kirgan. Ozgina yotaldingiz, ozgina shamolladingiz, shu paracetamol kukunini kuchli dozada qo'shib ichvor, Nemisilni ham qo'sh, uni ham qo'sh, uni 3-4 ta parasha qo'shib ichvor. Bu narsani normadaga qabul qilib qolishganda hozirda. Bu qanchalik to'g'ri? Hozir aytdingiz, antibiotiklarni ham virusli infeksiya shamolladi yoki aytaylik gripp bo'ldi, nimaga odamlar antibiotikka yugurishi kerak? Bu shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. Bilasizmi, bitta narsa, storytiz shamollash ham qanaqa bo'ladi? Endi ko'proq boshida boshlanishida hozirgi zamonda virusdan boshlanyapti. Ochiq haqiqatdan hamma bizani mana ustozlar ham aytishardiki, shu 21-yil bu viruslar davri keladi. 20-asr bakteriya bo'lsa, bakteriyalardan endi viruslar birinchida turadi debdi. Haqiqatdan mana hozir 21-asr eng ko'p uchraydigan bu viruslar. Hammasi. Endi o'sha viruslarni ham muddati bo'ladi. Tushgandan keyin immun sistemasiga bog'liq bo'ladi va asta-sekin immun sistemasi agarda past bo'lsa, haligi organizmda stafilokokk, streptokokk degan mikroorganizmlar ham bo'ladi. Ayniqsa stafilokokk u immunitet tushish bilan u osha boshlaydi va oshishi bilan o'tda уже bakterialniga aylanib ketadi. Bilasizmi, u bakterialniga aylanib ketganda asoratlari undan ham qiyin bo'ladi. O'sha o'pkadagi pnevmoniya qiladi, pochkaga ziyon qiladi va vaholanki даже yurakka ham juda ham katta ziyon qilishi mumkin. O'shuning uchun kasal bo'ldimi, avvalambor srazi antibiotik qilmasdan borish kerakda shifokorga, topshirish kerak. Oddiygina mana umumiy qon analizidan ham bilish mumkin. Oddiygina o'sha bakterialniymi yo virusnimi. O'shanga qarab agar shifokor davosini yozib bersa, antibiotiksiz ham virusli bo'lsa chiqib ketadi. Lekin o'shani birinchi kunida emas, 4-kun, 3-kuni borsa, 4-kuni o'zi immuniy sistemasi past bo'lsa, albatta u yana bakterialniy qo'shilib og'ir asoratlar olib kelishi mumkin. Hozir mana antibiotiklar davomimiz to'g'ri vaqti kelganda bakterial etiologiya bo'lganda antibiotik ichish kerak va o'shanda ham vrach shifokor tavsiyasi bilan avvalambor o'sha bilish kerak, o'sha territoriyada, o'sha hozirgi vaqtda qaysi antibakterial terapiyaga sezuvchanligi bor. Ya'ni чувствительность deydi. O'sha davon berayotgan shifokor biladiki, hozir mana agar o'zi bakpassiv topshiriladi, lekin bakpassiv shunaqaki ko'pchilik dori ichib keladida, ichib kelgandan keyin, ya'ni antibiotiklar ichib kelgandan keyin u chiqmasligi mumkin. O'shuning uchun agarda murojaat qilsa, o'sha hozir nimaga чувствительность bo'layotgan bo'lsa, ta'sirchan bo'layotgan bo'lsa, o'shani albatta davolasini yozib beradi-da va u haligi 10 kun emas, 7 kun emas, kerak bo'lsa 5 kun, 3 kun ham olishi mumkin. Qisqa, qancha antibiotik kam ichsa, ichi floralarini parchalanishi kam bo'ladi. Ya'ni mikroflora deyiladi uni. O'sha mikrofloralar ham immunitetni oshiradi. Bu juda ham organizmda katta vazifani bajaradi-da. O'sha u antibiotiklarning ta'sirida bu mikrofloralar ham
pasayib ketadi, yo'qolib ketadi. Uni keyin bo'lsa oila davomida haligi probiotik, biotiklarni 6 oylab ichishga to'g'ri keladi. 6 oylab ichish esa har bitta insonni sabri chidamaydi. Keyin aytadi, yo ichim qotib qolyapti, yo ichim ketib qolyapti deb aytishadi. Bu disbakterioz, ichak disbakteriozga albatta kiradi. Ya'ni kim antibiotikni nojo'ya ta'sirlaridan biri. Nojo'ya ta'siridan biri bu bittasi. Uy sharoitida aytaylik, qaysi alomatlardan xavfsirash kerak va aynan shifokor ko'rigiga borish kerak va qaysi alomatlar uchraganda uni uy sharoitida qo'lbola qilib davolasa bo'ladi. Bilasizmi, bitta narsa, mana menga 2 kun oldin bitta 9 yasharli bemorni, 9 yasharli bolani onasi olib keldilar. Qiziq, kechqurun faqat issig'i chiqqan 38 ishib ketdi dedilar. Ishib ketyapti, nimagadir ishib ketyapti. Haqiqatan ko'zlarida ozgina ish bor edi. Sevatdim desam, ha, ozgina sevatdi, lekin qornim og'riyapti deb aytibdi dedilar. Albatta buni ko'rganda, ayniqsa yosh bolalarda juda ham qiyin. O'shuning uchun zudlik ravishda buni tekshirish kerak, analizlarini ko'rish kerak. Bu shunaqa narsaki, o'sha zudlik bilan o'sha sizni taxminan qilayotgan diagnozingizni tasdiqlab, kerak bo'lsa o'sha xirurgga, kerak bo'lsa o'sha nefrologga, to есть pochkaga, bu kasal albatta pochkasi bo'lib chiqdi. O'sha birinchi ko'rganimda o'sha taxminan pochkasiga podozrение beruvdik. Haqiqatan o'sha pochkasi tasdiqlangandan keyin zudlik ravishda yubordik o'sha nefrologga va hozir davolanyapti. Yomon emas deb aytdilar. Mana aloqa qilib turamiz. Bitta kasalda bo'lsa, mana bolalarda yana kelganda shu общий analizini, umumiy analizini ko'rganda leukotsitda balon, soyasi balon, qarasak og'riq juda ham aniq bo'lyapti. Zudlik ravishda sразу xirurgga yubordik. Xirurg yaxshi o'sha sразу o'tkazib, davay deb uyda o'tkazishgan, uyda qusgan, mazasi bo'lmagan, issig'i chiqqan, bir kun yarim kundan oshiqroq ushab o'tirgan, keyin murojaat qilgan. U eski kasalim bo'lganda, unda bo'lsa, mana unda appendisit bo'lib chiqdi. Peritonik yaxshi o'tib ketadi deb o'tmagan ekan, Xudoga shukr, zo'rg'a aytishdi. Endi bilasizmi, nima demoqchiman bu bilan? Bolalarga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Avvalambor Xudo juda ham, mana men 38 yil ishlayman, 38 yil stajim bor, lekin bolalarda proses juda ham tez bo'ladi. Ya'ni bolalarda tuzalish ham tez, yomon bo'lish ham tez. Ya'ni oddiygina o'rvi boshida bir kun bo'lsa, 2 kun, kechqurunga o'sha pnevmoniya bo'lib qolishi mumkin, o'pkasiga o'tib ketishi mumkin. Juda ham. Keksalarda ham xuddi shunaqa. Keksa xuddi bola bo'lib qoldi deydi-yu. Mana 70 dan oshdi. O'sha ularda keksa deb bir xillarda oddiygina yoshlarda ham bo'lishi mumkin. Immun sistemasiga bog'liq. Har doim bir xil kechmaydi. O'shuning uchun uyda palapartish, xuddi hali aytgandek, nemisilla ichib olib bo'ldi, ancha tuzukman, ertasiga ishga boraman deb shunaqa qilish mumkin emas. Biz mana shu yil davomida, 38 yil davomida qancha kasallarni ko'rdik, qo'ydik va shuni aytishim mumkinki, afsuski shunaqa tanishlar orasida o'zi doktor bo'lib turib, o'sha ko'zi qiymagan ishini qiymasdan himoyadan oldin edi, yugurib ancha yurdi, vaqti bo'lmadi. Keyin bo'lsa bakterialniy pnevmoniyani umuman anaqa qila olmadi. Shunchalik o'tib ketdiki, oxirida o'lim holati bo'lgan. Bilasizmi, ayniqsa o'shanda men hayron qolgan edim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zingga ham birinchi e'tibor berish kerak ekan o'ziga. Chunki oddiygina shamollashdan boshlagan.
shamollashdan xuddi siz mana yo'l-yo'laki dori ichib yuravergan, tezroq ishimni qilay deb vaqt o'tgan, kechqurun o'sha Emisil ichib yotib, ertalab tursa, albatta уже sezadi, sal yaxshi. Simptom yo'qoladi. Yana ketadi. Yana kechqurun yana og'irlashadi. Kundan kunga уже yutali kuchayyapti, quvvatni. Keyin qanaqa kuchli antibiotiklar qilishdi. Oho, nechta. Yo'q. Avvalambor yana xudo deyman, no shunaqa umr davomida shunaqa tanishlarni ham ko'rdikda. Albatta, bu bilan aytmoqchimanki, bolalarda haqiqatan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yoshi kattalarga e'tiborimizni yana kuchaytirishimiz kerak. Vaqti kelganda haligi ishlayotgan, yo navqironman, kuchimga ishonaman deganlar ham xuddi shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Bu degani mana navqironman, hammasi yaxshi, men bemalol shu kasallikni har doim yengaman degani emas. Agarda bilsangiz, men juda ham eslayman, 20-yil Covidda aynan navqiron, immuniteti zo'r bolalar, imni erkaklar o'lim holati ko'p bo'lgan. U endi alohida. U virus alohida, kimning immuniteti kuchli bo'lsa, u teskari bo'lgan. U alohida, u boshqa. Bu boshqa tarix deydi-ku. Hozir pnevmoniya dedingiz, o'sha Coviddan qolgan asorat deymiz, ammo umuman asoratlarsiz, simptomlarsiz 50%, 70% o'pka zararlanish holatlarini ko'rdik. O'zingiz aytib beruvdingiz. Ertalab yaxshi, kechki payt 70% поражение bilan oldimga kelgan degandagi holatlar. Hozir aynan pnevmoniyani ko'rinishlari, asoratlari qanchalik o'zgardi undan keyin? Haligacha shunday xavf bormi? To'g'risini aytsak, masalan, menga murojaat qilayotganlar ichida bir kun, 2 kunda bunaqa yomon bo'lib qolganlarni mana shu oxirgi 2 yil ichida unaqa uchratmadim. Ayrim holatlarda bilasizmi, bemorlarni o'zi ahamiyat bermaydi, issig'i chiqayotganini ham bilmaydi. Shunaqa kasallar ham bor. Issig'i chiqyapti, bilmaydi. O'sha 37,5 bo'lmasa eng yomon temperatura bilmaydi. Chunki men nimaga aytaman, yaqinda mana masalan bizani kasalxonada ham yotganda ozgina nimagadir yetim anaqa qilyapti, uyushyapti dedi, chiqib yo'toqdan. O'lchang desa 37,5. U kecha ham aytmagan hamda, o'zi o'lchaymiz, o'lchaganda ham ha o'lchadim, mana yaxshi deydi, даже aytmaydi ham. 37,5 mi ahamiyat berishmaydi. 38 da ham ahamiyat bermaydi bir xilla. Nimagadir. Hammasi emas. Bu demoqchimanki, qanaqadir bir xilla sal narsaga vohma qilsa, bir xilla bo'lsa, bizning o'zbek xalqida bu juda ham anaqali dardga chidamli deb aytishadi. Bu bunaqa to'g'ri kelmaydi, dardga chidamli. Keyin yana aytishim mumkinki, mana oxir paytda bir xilla realniy случай, что bizga haqiqatan olib keldi, bittasida mana anaqa bo'ldi. Yaxshiyamki o'sha o'z vaqtida bordi. Agar o'sha bo'lgandachi, xudo asrasin. 5 yasharmi 6 yasharli bola hech xayolingga kelmaydi-da. Biz ham bilasizmi, shifokorlar mana necha yil bo'lsa ham har bitta kasal ustida shunaqa, endi bu hayotda bilmayman, hamma xarakteri. Dashi kechqurun boraman-da, o'sha kasallarni birma-bir xayolimdan o'tib chiqadi. Mana bunaqa edi. Endi dejurniga telefon qilaman-da, qara yaxshimi, tuzum, ha, tuzuq uxlayverinsa, hamma baribir-da. Men to'g'ri o'sha paytda ham xuddi shunaqa edi. Coviddan o'lmasin, unaqa deb chiqasiz-ku. Xususiyda undan ham ответственность katta ekan-da. Katta ekan, juda ham katta ekan, farqlari ham juda ham katta ekan. Ya'ni bu yerda 10 barobar xushmuomala, 10 barobar ahamiyatli
bo'lish kerak ekan. Haqiqatdan farqi katta ekan. Farqi bormi deyshadi. Juda ham katta ekan farqi dedim. Katta ekan farqi. Boshqacharoq ekan. Endi o'zingni kasbing bo'lgani uchun, qiziqqanim uchun davom et. Mana anaqa qilamiz, keyin tim bo'li oilaviymiz, hamma opa singillar, hammamiz unaqa, o'shuning uchun ham bo'li unaqa bo'lsa kerak. Nima charchaganing ham uncha bilinmasa kerak. Birpas suhbatlashib, opa singillar bilan bunaqa qilib o'tib ketsa kerak. Lekin shifokorlik vobshe kasbi, по-моему, o'ylayman, oddiy kasb bo'lmasa kerak-da. Odamlarning hayoti bilan javob beradigan kasb. O'shuning uchun bu eng qiyin kasblardan deb o'ylayman. Masalan, lekin men navaramni doktor bo'lasan deyman, bilmayman, bo'ladimi, bo'lmaydimi-ku. Kattasi mana stomatologiyaga kirdi. Dadasini anaqasi bo'yicha, nima deydi, kasbi bo'yicha ketyapti. Keyin navara qizim bo'ladimi, bo'lmaydimi? Lekin men xohlardim bo'lishini, chunki hamma kasb yosh o'tgan sari qarisi bizani kasbimizda ham bo'ladi, lekin yildan yilga sani tajribang ko'payib boradi. Va qanchalik ko'paygan sari o'sha baribir yaxshi diagnostika qilishingga, yaxshi to'g'ri yo'l topishingga, haligi to'g'riroq qaror qabul qilishingga yaxshi. Birinchi bitirib kelganlar ularda g'ayrat kuchli bo'ladi, ularda ambitsiya bo'ladi, ularda hamma narsa. Lekin yillar davomida xuddani kulgu o'qisaydi, anaqa bo'ladi-ku. Kichkina necha oylik, 8 oylik bola ilonni qo'yib qo'ysa, emaklab borib oldiga boradi-da. Shartta o'shamoqchi bo'ladi. Lekin haligi 2 yashar, 3 yashar qo'ygan o'shani ko'rib qochadi. Doktorlar ham shunaqa-da. Opti oshgan sari har bitta kasalga juda ham jiddiy qaray boshlaysan. Sanda har bittasida ham qo'rquv, ham chunki hayotda uni olib tashlay olmaysan. Bu qo'yni emas. Noto'g'ri chiqibdi, chorti bu material-ku deb tashlayversan. Mayli, materialga tusharsan, unga tusharsan, yo boshqa даже chinniga tusharsan, bir noto'g'ri sopol qilib qo'ydi. Uni hayotda juda ham qiyin. Xato kechirilmaydi. Xato kechirilmaydi, chunki bu hayot bilan bog'liq. Lekin juda ham nima deydi, yaxshi hayotda shunaqa yaxshi insonlar bor. O'sha bir xil aytishadi, bizani doktorlarni qadriga yetmaydi deb aytadiganlar bor. Shunaqa hurmat qilib, shunaqa qilib, ana qilishadi, shunaqa so'zli aytib ketishadi. Mana bugun ham mana shunaqa 3-marta kelyapman, 4-marta kelib yotyapman. Faqat siz Qozog'istondan, boshqadan kelishadi. Faqat sizga deb yotaman deb shunaqa gapirishadi. Mayli, o'sha ham kuch bag'ishlaydi. Shu kuch bag'ishlaydi. Voy, mana shunaqa deb bitta shirin so'z seni ichingni, qalbingni qancha ko'taradi. Charchagan siz. Ertasi kuni turasiz, "Yo'q, mana shu kutib turibdi-yu, borishim kerak." Damogingiz keladi, charchadim deysiz. Chunki ertalab har doim 9 dan 7 gacha, 6 gacha, endi men ham yoshim kichkina emas, 60 dan oshdi. Baribir charchab, "Yo'q" deyman, "Yo'q, baribir kutishyapti, borishim kerak. Bu mana shu stimul bo'lsa kerak-da. Shu stimul bo'lsa kerak. Har bitta kasbda, faqat unaqa doktorlikda emas, har bitta kasbda. Lekin o'zing aytadi-ku, baxt nima deganda, o'zingni yashash muhitingda eng kerakli deb sezsang, ham ishlagan joyingda, ham oilangda. O'shanda baxt bo'ladi deydi-yu, o'shaning по-моему shunaqa bo'lsa kerak. To'g'ri gap. Ayniqsa, atak keraksiz bo'lsang, просто kelib ketsang, borligingiz ham yo'lingiz ham. Kerakmi? Mana shu nima kerak bor, kelmasa ham bo'lar ekan deb aytasiz-da. O'shaning uchun men shunaqa deb o'ylayman, bilmadim endi. Shunaqa. Hozir aytdingiz, aholimiz orasida eng ko'p uchraydigan xatolarimiz
xatolar vrach sifatida chetdan kuzatib, bir xil qilinavergan xatolarni ko'rib ham xatolarchi bilasizmi, nimagadirchi bizani xatolarimizni ko'p vaqtda har doim ko'proq o'ziga kech e'tibor beradi. Imенно o'ziga kech e'tibor beradi. Qachonki o'tib bezovta bo'lganda. Bilasizmi, shunaqa vaqtlar bo'ladiki, fibroskanni ham men o'tiraman, bir xilida ko'raman. Bir xil shu sirrozda, ya'ni fibroskanda o'sha 18, 19, 20 lar chiqadi, yo bo'lmasa o'ziga tushib kelyapti, o'sha sirroz belgilari. O'sha aytyapti. O'sha o'tda jigaram, gepatomegaliya, gepatosplenomegalia deydi joyga, даже qora tog'log'i ham shishgan bo'ladi-da. Voy sizda o'sha sirroz boshlang'ich turadi desa, qatta sirroz, просто ozgina qornimdan bo'luvdi, boshim og'rivdi, ozgina o'shuning uchun ham murojaat qilib keldim. Даже bilmaydi ham. Chunki sirrozi boshlanishida uncha bilishmasligi mumkin. Bu degani e'tiborsizlik. Organizmimizni, o'zimizni, tanamizni eshitmaymiz. Ko'proq bola chaqa, keyin ko'proq prioritet degan narsani o'tirib sog'lig'iga e'tibor kamroq beramiz. Mana boshqa yo'llarda to'g'ri ishxonalar bor, ishxonalar yo'q emas. O'zini har bitta xodimini medosmotr deyiladi. O'sha tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Bu degani o'sha xodim u uchun juda ham kerak. Uni sog'lig'i birinchi o'chirt. Agarda o'sha sog'lom bo'lsagina unga ish bera oladi. Sog'lom bo'lmasa bermaydi. O'shaning uchun shunaqani bilamiz. Tibbiy ko'rikdan bizada dars tibbiy ko'riklardan ham o'tishadi, bir xillarda mana bor shunaqa korxonalar. O'zimizda ham masalan korxonada o'zimizda turib ham o'zimizdan xodimlarni masalan tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Mana har bir yilda bir marta o'tkazishimiz kerak. Bu yaxshi. Lekin uzoqroqda ishlasa, mana bitta kasal aytadiki, biz daladamiz. Xo'p, dalada bo'lsangiz, jim bo'lsangiz, o'sha yerda hozir sharoit yaxshi, poliklinikalar bor, jim bo'lsa o'sha yerga borib, yo'q, nimaga boramiz? O'zimiz boramiz. O'tbotim og'rimagan, o'shuning uchun bormaganman. Endi ozgina mana qornimdan bo'ldi, mana sizlarni ko'rdik ozgina Instagramda, o'shuning uchun keldik mana deydi. Vaholanki o'sha unda sirrozi klassi boshlangani. Tushunasizmi? Shunaqa holatlarni ko'rasizda aytasiz, ahamiyat berishmaydi-da, kam ahamiyat berishadi. Tibbiy madaniyat shakllanmagan, kam e'tibor berishadi, kam. O'ylashadiki, vrach bu kasallikni faqat davolash uchun deb aytishadi. Yo'q. Vrach u sog'lom turmush tarzini kirgizib, o'sha kasal bo'lmasligi uchun ham kurashuvchi insondir. Ya'ni o'sha kelib, check-up qilsa, o'shatda mana sizda ozgina mana bu o'zgarish bo'lyapti. Oddiygina bitta qon analiz xoma deyiladi. O'tda 3 ta analiz aniqlanadi. Ya'ni glukoza, insulin va insulinga moyilligi. Kiyimda qaraymiz, sizda hammasi glukoza topshiradi, yaxshi ekan ketadi. Insulin topshiradi, yaxshi ekan deb ketadi. Lekin moyilligi bo'ladi. Chunki 7 pushtini hech kim bilmaydi. Ko'pchilik onamda yo'q edi, yo'q o'g'illarimda yo'q edi. Lekin o'sha moyillik bo'lsa, aytiladi, to'xta, senda moyillik bor ekan. Qara, o'zingni stressdan himoya qilgin. Sen kechqurun ovqat ko'p yemagin, xamir ovqatlarni, achchiqli, sho'rli, dudlanganlarni o'zingni undan tiygin. Ko'proq yurgin, semirib ketmagin, chunki senda moyillik bor. Ertaga semirib ketsang, ham senda davleniya boshlanadi, ham senda qandli diabet bo'ladi deb haligini oldini olish mumkin.
vaholanki bizada unaqa emas. Bizada o'sha qandli diabet bo'lganda murojaat qilinadi. Uni oldindan kelib, men masalan islom kam moyilligi menda bor ekan, nima qilay deb kelgan. Odatiy mavsumiy kasalliklar qachon ogohlantiruvchi signal bo'lishi mumkin? Mana mavsumiy kasalliklar deganda biz ko'proq bilamiz, kuz kirishi bilan ko'proq shamollash. ORV, ORZ, mana shunaqalar bo'ladi. Anginalar bo'lishi mumkin. Bu mavsumiy ko'proq shamollashga kiradi. Lekin bahor mavsumi kelishi bilan ko'proq shu allergik kasalliklar qo'zg'ala boshlaydi. Va shu bilan birga organizmda kimdadir gastrit qo'zg'alishi mumkin. Gastritlar, o'shandan ham ehtiyot bo'lish kerak. Yazva har xil shu kasalliklar kimni nima deydi, haligi surunkali bo'lganlar bahorda ham qo'zg'alish mumkin. Bu uchun o'shanga tayyor bo'lib, o'shani agarda o'z vaqtida davolanib tursa, unda o'sha allergik kasalliklarni ham davolash mumkin. Chunki nimaga buni aytayapman, men o'zim ham juda allergikman, onam ham rahmatli shunaqa bo'lganlar. Agarda o'z vaqtida o'sha qilmay davolanib turmasam, har bitta narsada oddiygina konfetiga ham bir pasta chiqib ketardi. Albatta o'shani davolab turganimiz uchun mana ko'z tegmasi 7 yil 8 yil uxlaydi, keyin yana o'zimizni davolaymiz. Shunaqa qilib bizda ham oilaviy allergiya bor-da. Shunaqa qilib turamiz. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, kasallikni o'sha bilib o'z vaqtida olsa, oldini olsa, unda unchalik og'ir bo'lmaydi. Nima deydi? Rivojlanmaydi. Virusli kasalliklardachi? Virusli, mana aytdim, virusli kasalliklar, virus deganda juda ham ko'p virusda. Agarda oddiygina masalan mana gepatitlarga desak, gepatitdan virus bilan tarqaladi. Ya'ni gepatit B, gepatit C, gepatit D bilan virusga kiradi. Ular mavsumiy kasallik hisoblanadi? Yo'q, ular mavsumiy hisoblanmaydi. Aynan ular mavsumiy hisoblanmaydi va ular havo tomchi orqali yuqmaydi. Yuqmaydi. Shunaqa kelishadiki, men Xudo asrasin, meni bolamga yuqadimi? Yo'q, bu havo tomchi orqali yuqmaydi. Baraka topkur, men 38 yildan beri ishlayman. Bo'lmasa bilasizmi, bu hammasi yuqib ketish kerak edi. Yo'q, unaqa emas. Bu yuqadigan turi yo'li 3 ta dona. Onadan bolaga tug'ruq paytida jinsiy aloqa va parenteral aloqa. Parenteral degani o'sha uni qoni mungi qoniga tushishi kerak. Oldin mana ko'p shpritslar ishlatardik, ko'p marotaba. O'shanda qanaqadir qon preparatlarida shunaqalar edi. Hozir unaqa umuman почти yo'q. Endi yana bitta narsa aytib ketay. Gepatit B 92-yil O'zbekiston Respublikasida emlanish kalendariga kirgizilgan. Shundan biri mana hozir o'tkir gepatit virusli uchrashi juda ham kam. Endi yana boshqa virusga yetsak, mana to'ch infeksiyalari. Ya'ni sitomegalovirus, gerpes, mikoplazmoz, xlamidия, uronoplazmoz, bular ham yuqish turi har xil. Qaysidir uronoplazmoz, xlamidия hali jinsiy orqali yuqsa ko'proq, bularniki bo'lsa uchumasmi immun sistemasiga bog'liq bo'ladi va haligi SMV deyiladi, sitomegalovirus. O'sha gerpeslar 40 yoshdan oshgandan keyin mana shu praktikada ko'ryapman, 80% odamida ko'pida bu musbat chiqadi. Bu o'tkazgan to'g'risida va M emas, G'si musbat chiqadi. G degani o'tkazgani to'g'risida ma'lumot. M bo'lsa bu o'tkir. Shuni bilish kerakki, M'da biz davolash kerak virus. G'sida emas. G bu antitanacha. Unga nisbatan organizmda ishlab chiqarilgan antitanacha bo'ladi. O'shuning uchun G'ni davolamaymiz, faqat M'ni davolaymiz. Ana gerpesda eng ustuvor nima deydi, davolash Endi gerpesda mana qarang. M'da dedim, faqat M'da davolaymiz. Unda virusga qarshi dorilar bor. Immun sistemani ko'tarib, virusga qarshi davolar bor. Imенно o'sha davosini biz beramiz gerpesga qarshi. U davolanadi va uni G'ga o'tgandan keyin bo'ldi.
kerak emas. O'zi gerpes xavotir olishga arziydigan kasallikmi? Bizda borku, shamollabman, uchuq chiqdi. Yo'q, endi da mas so'radi da endi gerpes ham har xili bor. Masalan, ginekologlar ham juda yaxshi ko'radi gerpes davolarni. Biz har doim virsologiyada ishlaganda anaqa qilardik, ular masalan sitomegalovirus, gerpeslarni jinsini ham titra balon ekan, davolaymiz desa, yo'q, bu biza kerak emas, faqat emin davolaylar deb har doim endi doktorlar orasida ham bo'ladi-yu, shunaqa deb aytardik. Ular endi nimaga oladi? O'sha homilaga ta'sir qiladi, yaqinda o'tkazgan. Endi bilasiz, organizmga tushgandan keyin u antitela miqdori uni o'sha birinchidan antigen miqdoriga bog'liq va qachon o'tkazganiga bog'liq. O'shaning uchun ham shunaqa har doim sporni voпрос bo'lardi. Keyin yana mavsumiy kasallarni mana oddiygina haligi aytib o'tgandek adenovirus, rotavirusni ham kalendarga kirgizilgan emlanish. Hozir rotaviruslar ham kam bo'ldi, kamaygan. Rotaviruslarning ham klinikasi bolalarda xuddi ichib ketish, tana haroratini ko'tarilishi, qusish shunaqa bilan bog'lanib bo'lishi mumkin. Adenoviruslar ham xuddi shunaqa klinika bo'lishi mumkin, faqat shamollash yo bo'lsa ichak formasi bilan o'tishi mumkin. Va viruslar soni hozir ko'p, juda ham ko'p, lekin u ham bir xil, mana masalan viruslar havo tomchi orqali yuqsa, havo tomchi orqali yuqadigan virus bor va havo tomchi orqali yuqmaydigan viruslar bor. Oddiygina o'zimizni suvchechak ham, u ham havo tomchi orqali yuqadi. Tushunasizmi? Krasnoxa deydi, nima deydi, qizilcha, o'shalar qilsam, ularni ham havo tomchi orqali yuqadi va bu bizani gepatitlar esa havo tomchi orqali yuqmaydigan. Virusni ham ikkita turiga bo'lsa bo'ladi. Yuqadigan havo tomchi orqali va yuqmaydigan havo tomchi orqali. Hozir oldini olish haqida biroz gaplashsak, bugungi kundagi mavsumiy kasalliklarni oldini olishda nimalarga aynan e'tibor berishimiz kerak? Niqob taqsa, vitamin kategoriyadagi dori-darmonlarni ichib yursa, xavf kamayadimi? Bilasizmi, mana shu kelayotganlarning orasida hozir necha marta aytamiz, vitamin D ahamiyatga juda katta egada, vitamin. Tekshiramizda, tekshirganda ayrim bemorlarda o'zi normada 30 dan 100 gacha bo'lsa-chi, 7 ham bor-da, 7, 17, 30 dan kam hammasida. Keyin holsizlik sezasizmi desa, ha, holsizlik sezaman deydi. Bu degani nafaqat vitamin D, balkim o'sha vitamin B12, gruppa vitamin B kompleksi, D, ular hammasi agarda organizmda yetishmasa, holsizlik kuchli bo'ladi. Kerak. To'g'risini aytsa, biz ham har kuni haligi dengiz mahsulotlarini yemaymiz-da. Mana shaxsan o'zim ham har kun dengiz mahsulotlarini yemayman. Vaqt yo'qmi bilmayman. Bunaqa har bitta kishi bilmayman. Imini har kuni yeydigan kam bo'lsa kerak. Kam bo'lsa kerak. E'tibor dengiz mahsulotlarini yeb turish kerak. Undan tashqari o'sha vitaminlarni tekshirib turish kerak. Kerak bo'lsa kompleks vitaminlar bor-da, o'sha kompleks vitaminning ichida o'sha hamma keraklik, bizada B kompleksmi, Dmi, U'mi, hammasi bor. O'shani biologik aktiv qo'shimcha deyiladi. O'shani ichsa bo'ladi. Bu degani biologik aktiv dabavkalarni haligini ketma-ket hammasini ichsam yaxshi bo'ladi degani emas, yo'q. Aynan o'sha kerakligini birinchi organizmni tekshirish kerak, qaysi vitamin yetishmayapti. O'sha vitamin yetishmasa, murojaat qilsa shifokorga aytiladi. Mana hozir biz ko'proq o'sha vitamin D ni inyeksiyon varianti bor, bir oyda bir marta qilinadigan. Shaxsan o'zim ham oldim. Yaxshi ko'taryapti. Men masalan, o'zi 40-50 bo'lib tursa, me'yorida. Yaxshi, o'zingiz sira sezasiz, haligi birinchidan metabolik prosesga ta'sir qiladi.
darrov o'sha holsizligingiz nisbiy darajada kamayadi. Keyin bundan tashqari organizmda ferritin degan narsa bor. Mana oldin Covid paytida rosali tekshirardik. U ham juda aniq ahamiyatga ega. O'sha shamollash prosesslarini haligi B12 bilan bog'langan bo'ladi. Uni aniqlasa bo'ladi. Umuman analizga qarab ko'p narsani aytsa bo'ladi. Tahlil kerak. Mutaxassis sifatida fikringiz qiziq. Hozir bizda sog'lom turmush tarzi targ'ibotchilari deymiz-ku, batni sevuvchilar ko'pda ko'payapti. Mutaxassis sifatida uni ichishdan oldin qanday tavsiyalar berasiz? Nimalarni tekshirish kerak? O'zi hammaga mumkinmi? Yo'q. Shundoq olib ichib ketish mumkinmi? Yo'q, aslo. Men hozir aytmoqchimanki, batdan birinchidan to'g'risi batni har xil firmalarga ishonib olish ham to'g'ri kelmaydi. Chunki ayollarda o'simta bo'lishi mumkin. Har xil. Mana ko'kragida, bachadonida, har xil boshqa organlarida ham, nafaqat ayollarda, erkaklarda ham yoshi o'tganlarga undan ham ko'proq xavfi kuchli bo'ladi. O'shuning uchun birinchi organizmni o'sha check-up qilib, tekshirib olib, qaysi haqiqatan kalsiy yetishmaydimi, magniy yetishmaydimi, vitamin komplekslari yetishmaydimi, o'shanga qarab, o'sha keragini keyin yozib beradi, ichadi. Batlarning ichida ham yaxshi bor. Oddiygina komplekslar bor, o'shani soni ratsionini qoplab beruvchi, ya'ni bir kunlik ratsionni qoplab beruvchi. Lekin o'shani bilib ichsa maqsadga muvofiq. Agarda bilar bilmas ichib haligini bu zo'r ekan, bu kuch berar ekan, bu husn berar ekan, bu yoshartirar ekan, bu bo'lar ekan, очищение qilar ekan, uni ketma-ket ichsa, bu yaxshigina nima deydi, nojo'ya ta'siri. Men esimda bitta bankda ishlaydigan chiroyli qiz bor edilar, kepti sarg'ayib ketgan, ensefalopatiya, полный уже xayolam ketgan, rangi sap-sariq. Onasi yig'lab turibdi. Bu ozaman deb qanaqadir dorilarni ichdi-da, o'sha dorilarni ichdi. Uning ichida yana kofe ham bor edi. Qanaqadir choylar narsa ichdi. Mana ahvolini qarang deb olib keluvdilar. Bir salogida, bilasizmi? 40 kuncha shunaqa yotgan. Bechora qiz rosa chiqdilar. Hozir yuribdi, ja yaxshi-ku. Bu bilan nima demoqchiman, qarang. Bitta ozish uchun kofe, keyin uni ichish ketgandan keyin mamlarni ham, yana batlarni ham ichib turasiz degan. Qaysi biri qanaqa ta'sir qilgan, kofe ham, choy, hammasini qo'shib ichgan. Oxirida shunchalik haligi jigar toksitskiy gepatit bo'lib, o'zi sarg'ayib, ozishga ham ozgan, o'sha ensefalopatiya bu yoq ham unchalik qilmayapti, ko'zi oladi bo'lib kelib bo'lgan. Men bu bilan aytmoqchimanki, ehtiyot bo'lish kerak. O'sha ayniqsa o'sha kofelar, ozdiradigan kofelar hozir ozaman deb pikka chiqqan. Keyin undan keyin har xil ukollar, mana rosali reklama qilishyapti, to'g'risi. Azimbeku, Munjarayu, uni-yu. Bitta savol. Xo'p, mayli, nima deydi, sahrli diabetda ikkinchi tipida bu qo'llanish kerak deb aytilgan, lekin ozdirish uchun deb qat'iy aytilgan. Men kecha internetda ko'rdim, bu Azimpek yomon, Munjara yaxshi. Nima degani? O'sha doktormi bilmayman. Xo'p, o'shani bitta ilmiy ish qilgan bilaman, ilmiy ishda qanaqa qilinadi. Bitta oddiy gruppa qo'yiladi, bitta mayli Azimpekka bitta gruppasini olsin, bitta Munjarasini olsin, bitta oddiy ozdirish olsin-da, o'shani ko'rsin, kontrolni qilibdi. Undan keyin 10 yildan keyin asoratini ko'rsin.
qaysida qanaqa asorat bo'ladi 10 yilda ja bo'lmasa o'sha 20 ta dostoverni solish uchun 20 ta bo'lishi kerak 20 ta munjarani qildirsin 20 ta azimpik qildirsin 20 tasiga boshqachasini qildirsin-da o'shani ko'rsin 10 yil o'tsin doktorskiga barib 10 yil ketadi de qani ko'rsin qaysida qanaqa ekan keyin o'shani bizga aytsin haqiqatdan mana zo'r ekan hech 10 yilda mana hech narsa bo'lmadi hech qaysiga hech 10 yil ichida hech qaysiga nojo'ya hech qaysi bir organiga nojo'ya ta'sir ko'rsatmadi ozib chiroyli bo'lib yosharib ketdi desin biz ham ishonaylik bu uzoq отдаленный rezultat yo'q kimga qanaqa ta'sir qiladi nima qiladi u nafaqat sahrni diabet nafaqat yurakda bo'lishi mumkin pochkasida muammo bo'lishi mumkin ularchi ularni aytishyaptimi gapirishyaptimi o'shuning uchun men o'ylaymanki o'sha ozishni ham to'g'ri yo'l bilan ozish kerak to'g'ri yo'l bilan oddiygina shunaqa anaqalar borki nima deydi mashqlar yoga mashqlar deyiladi oddiygina lekin hech esimdan chiqmaydi bir salonga ishlaganimda 140 kiloli ayol yotgan va ancha depressiyaga tushgan ayol hayotda uncha bo'lmagan yaxshi emas edi karavot sindirib qo'ygan endi karavot sindirganda bizada anaqalar urushgan endi shuncha palon karavot deydi undoq deb yig'lab men bosh shifokor edim oldimga yig'lab kirganda o'shanda aytgan edim mayli anaqa qilmang men sizga vaqti bo'lganda даже mani bolalarim maktabga borishimni xohlamaydi mendan uyalishadi bo'yi pastroq semiz bo'lgan keyin hayotim ham bo'lmadi deb yig'laganda o'shanda avvalambor xudo men anaqa demayman lekin oddiygina aytganman siz ratsioningizdan shirinlikni dudlangan tuzlangan xamir ovqatlarni va undan tashqari gazirovni o'shani olib tashlaysiz 6dan keyin ovqatlanmaysiz yegan ovqatingizdan keyin aylanasiz minimum 5 kilometr uni ham demaganman undan keyin упражнение halisini o'rgatganman har anaqadan oldin suv 2 pili suv ichasiz deganman 20 minut oldin bilasizmi o'shanicha hamma ham qila olmaydi oddiygina bo'lsa pul ham ketmaydi o'qigan Jizzaxlik edi bir kuni 1,5-2 yildan keyin kelibdida 78 kiloga tushibdi chiroyli bo'lgan haqiqatdan shifon ko'ylakli yozda avgust oyi edi hech esimdan chiqmaydi bundoq qarab turman ko'zi tanish o'zi tanish burib kelib ana главный медсестра qo'ybayimni tanimadingizmi deydi kim desam o'shami desam ha o'sha anaqamizdan sindirganingizdan qarang qanaqa chiroyli bo'lib ketibdi deydi nima aytsam sizga rahmat aytgani keldim deydi hayotim o'zgardi deydi hayotim o'zgardi umuman o'zgardi biznes bilan shug'ullanman ishlayapman deydi anaqa qilyapman deydi hozir deydi apteka bilan bir narsa qildim deydi men aptekada to'g'ri bir bola ishqi biznes deyapti aytdimki yaxshi oldin yurishga darsana qilardi yurishim qiyindirdi chunki bo'yi past edi bo'yi past 140 kilo anaqa edi mana qarang oddiygina hech qanaqa qirqtirgani ham yo'q iroda kuchli bo'lganda iroda ko'pchilik aytadiki ovqatga bog'liq emas deydi yo'q ovqatga bog'liq yegan narsang kaloriya ketish kerak ketish kerak bu anaqa ovqatga bu judayam редко случай что endokrinni ham bo'ladi semizlik endokrin u редко но ko'proq 90% ovqatga bog'liq 90% u 10% qanaqadir o'tda endokrinni нарушение bo'lib bo'lishi mumkin ozgina yesa ham tam semirib ketish unda ham baribir doktor anaqa kontrolida uni ham kontrol regulyatsiya qilish mumkin hech qanaqa muammo yo'q immunitetni tabiiy nima haqida gapirsak sog'lom turmush haqida gapirdik mana top mahsulotlar haqida gapirsak statistika bo'yicha ozg'in kasallarda kasal kam ozg'in kasallarda yosh kattada nima deydi ozg'in lekin ozg'in harakatchan o'shani qarasangiz sahrni diabet kam juda uchraydi давление bo'lishi mumkin nervniy bo'lishi mumkin lekin sahrni kam uchraydi и chayir bo'ladi
statistika bo'yicha ularni yashash umri даже uzunroq bo'ladi umumiy olganda chem semizligiga qaraganda. Semizlik nima bilan? Ko'hli deydi, shiringina semizlik anaqa emas ko'rinishga, lekin davleniya, gipertoniya, bular hammasi qandli diabet, ular semizlikda уже rivojlanib boradi. Birinchi o'chirda men aytardimki, odam yoshi o'tgan sari metabolik proseslar sekinlashib boradi va o'ziga ko'proq e'tibori talab qiladi. Ya'ni yegan ovqatda ketkazayotgan energiyasini даже kechqurun yeb qo'ydingiz, qorningiz ochdi, yeyishingiz kerak. Yedingizmi, iloji boricha harakat qilishingiz kerak. Sraz yotishingiz kerak emas. Bu bir. Ikkinchi, bu immun sistema sizni yegan ovqatingizga bog'liq. Yegan ovqat, ya'ni o'sha sizni ratsioningizda yetarli miqdorda uglevod, yog' va oqsil bo'lishi kerak. Bu uchun men qanaqa bilaman, men qayerdan bilib o'tirman deydi. Oqsil hozir internetda oqsil oziq ovqatlari desa, shuni chiqiladi. Maxsus programma. Bemalol olib o'sha ratsionimizda sut mahsulotlarini, tuxum, go'sht mahsulotlarini yeyishga harakat qilishimiz kerak. Undan tashqari mana yog'dan yog' bo'lmaydi, yog'dan semirilmaydi. Tvorog ozgina kerak bo'lsa, ozgina smetana qo'shib yeyish kerak. Sabzavotlarni ko'proq yeyishimiz kerak. Sabzavotlarni kamroq, biz unaqa ko'pchilik uncha yoqtirmaydi. Sabzavotlarni ham yeyishga harakat qilishimiz kerak. Undan tashqari shu bolalikdan o'rgatishimiz kerak sabzavot yeyishni-da. Ozgina jim bo'lmasa, qizil sabzini yegin deb ozgina bitta ikkita bo'lsa ham uni qilish kerak. Keyin shunaqa yaxshi gulli karamlarni pishirib unaqani yedirish kerak, bolalarga yeyishni o'rgatish kerak. Undan tashqari mevalarni ham iste'mol qilishimiz kerak. Mevalarni bolalarga faqat qarasam, ko'pchilik faqat banan berar ekan bo'ldi. Qarab turaman-da, ko'pchilik faqat banan beradi bo'ldi. Lekin boshqa mahsulotlarni ham berib turish kerak. Agar allergiyasi bo'lmasa, greypfrutlarni ham agar allergiyasi bo'lmasa, unda yeyish kerak, chunki u yerda vitamin C gruppasi ko'p berib turish kerak. Keyin o'tlardan nima? O'tlarni petrushkalar yaxshi, mana masalan yaxshi, ukroplar yaxshi, keyin chesnok. Hamma aytadi, chesnok yomon deb, chesnok yaxshi. Endi chesnokning foydali tarafi katta. U даже qonni suyultiradi ham chesnok. Mana biz u ham anaqa sabzavotlar kiradi, chesnokni yeb turish kerak. Piyozni ozgina yeb turish kerak. Mayli endi ertaga ishga boraman deyish mumkin. Hatto bir haftada bir marta shanba kunlari mana shu qish paytida mavsumida chesnok yegan yaxshi. Keyin qova yaxshi. Qova foydali. Sahrin diabetlarga ham yaxshi qova. Uni bilasiz, qovani danagina, haligini quritib mana onalarimizdan gijiga qanaqa foyda bo'lardi. Qova yaxshi, qovani yeyish kerak. Qanaqa shirin qovalar bor. Oldin men juda ham yomon ko'rardim yoshligimda. Opamga qilsalar ovqat yemasdan o'tirardim, kerak emas deb. Hozir o'zi yoshi o'tgan sarichi anaqa ham o'zgarar ekan-da. Nima deydi? Yeyadigan fokuslarini ham o'zgarar ekan. Hozir qovani juda ham yaxshi ko'raman. O'zi foydali qova. Mamlili ajoyib ekan. Mana shunaqa qizilmi hammasi? Da. Bu shafran gulini 3 ta lipistoki bo'ladi, rilsasi. O'sha quritib, bu nima? Qanaqa funksiyasi bor? Bu eng katta foydali xususiyati antioksidant. Bundan keyin qo'shimcha mahsulotlar ham tayyorlangan. Choy ko'rinishida asal yoki asal ham bor. Asal yoki tuz ko'rinishida. Tuzga qo'shilsa, u tibetskiy tuz bo'ladi, anaqa buyrakda tuz yig'ilishini oldini oladi. O'zi в целом antioksidant metabolizmni yaxshilagani hisobiga ozdiradi. Shu anaqalari bor. Immunitetni mustahkamlaydi. Biz buni anaqaga как iste'mol madaniyatini endi targ'ib qilyapmiz-da. Bu ham как superfood bo'lib kirib kelish kerak o'zi, по идее.
Zafaron. Buni ko'proq Yevropada, Italiyada ko'p bunaqa qilishadi, ishlatishadi. Ovqatlariga ko'p qo'shadi. Italiyani bu mahsulotiga kiradimi? В смысле, там производится, да? В смысле, Нет, o'ziniki. ko'p ishlatadi ular imенно gastronomik jihatdan. Ani pastalarga, risotto, go'sht marinovkalariga, из-за того, что пряность borda bunda. O'shaning uchun ular ko'proq gastronomiyada ko'p shug'ullanishadi. Hindistonda doriga ko'p qo'shishadi. Ani glaznoy ko'z kapladagi dorilarga, farmatsevtika sohasida ko'p qo'shishadi. Dorilar. И производствоsi ham Indiyada nima ko'p. Indiyada, Eronda rivojlangan. Mana shunaqa Yevropada. Bizda endi ekilyapti. Biz ham Italiyadan olib kelib ekkanmiz boshida. Zafaron. Da. Qarang, shu turib bilmagan ekanman. Vek живи, vek учись deydi. Tavba. Ko'p narsalar. Yakunlab qoldik radio suhbatimizni. Suhbatimiz yakunida tinglovchilarimiz uchun beradigan eng muhim tavsiyalaringiz. Har doim aytaman. O'zinglarni sevinglar. O'zinglarni sevmasanglar bo'lmaydi. Chunki 5 kunlik dunyoda shunaqa tez vaqt o'tar ekan. Yoshligimizda har doim aytardik, "Oy, qachon katta bo'lamiz" deb. Hozir bo'lsa, mana qarang, kecha yengillikda уже birinchi oy ketdi. Shunaqa qisqa umrimizni men o'ylaymanki, o'zimizni sevib yashashimiz kerak. O'zimizga e'tibor ko'proq berishimiz kerak. O'zimizni organizmimizni eshitishni bilishimiz kerak. Oryaptimi? Ertasi kunni kutma, bor, tekshir, qo'y. Uni asoratigacha olib borma. Bo'ldi. Bu uchun o'zini eshita bilish kerak va o'zini sevish kerak. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. O'shandagina o'ylaymanki, hammaga kerak bo'lsa, yotqizganlik qilmasin, Xudo asrasin hech kimga. Rahmat. Rahmat kattakon bugungi sizga ham tavsiyalar taklif uchun, bugungi foydali, erkin, juda ham mazmunli suhbat uchun sizga tashakkur. O'ylaymanki, ushbu tavsiyalarimiz ozmi ko'pmi xalqimizni aynan tibbiy savodxonligini, madaniyatini oshirishga xizmat qiladi deb umid qilamiz. Rahmat. Sizga ham taklifingiz uchun rahmat kattakon.